Xo'p, akalar, Spark'ni ishlashiga bitta baho beringlar. Ko'ryapsizlar qanaqa ishlayapti. Egalari ham hozir yonimda turibdilar. Juda ko'p ustalarga ko'rsatdim, mana shu narsani topa olmadi deyapti, lekin inshaalloh bizning servisda bo'ldi. To'g'rimi Roshan aka? To'g'ri akajonim. Xudo Shu xolasa ko'rinishda qildik, Allohga shukr. Ishimiz oson kechdi. akalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaveringlar. Atta-batta yurib, nima deydi? Siqilib yurmanglar. Bu bor narsa, temir narsa buziladi. Ba'zan aybi topiladi, ba'zan topilmaydi. Endi kimni rizqi qo'shgan bo'lsa, o'sha odam topadi. Mana buni odamning rizqi qo'shilgan ekan, shu yerda mana Xudo xolasa shuni bartaraf qilib berdilar. Egasi ham xursand, usta ham xursand. Hech kim hech qachon ustaxonaga borganda albatta bepulga qildiraman deb bormaydi. Hamma puli bilan boradi, ta'mirlatib ketaman deydi. O'shanda klientni mijozni ko'ngli to'lsa bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.